Assalomu alaykum. Aka-ukalar hammanglar yaxshimisizlar? O'z bu videoni anchadan beri olaman deb yurardim. Buni menimcha eshitib xorozvozlar ham xursand bo'lsa kerak. Mana shu bedana boqadigan, savi, har xil qushlar boqadiganlar menimcha xursand bo'lib ketsa kerak. O'shalarning ichidagi dardini olib chiqmoqchiman. O'shalarning orasida o'zimni ham faqat xafagarchilik bo'lmasin. Har kuni 30 ta 40 ta odam har kuni ishonasizlar kaptar padarkaga so'rashadi. Bariga topkurlar. Har kuni 30 ta 40 ta odamga qanaqa qilib bizni shunday padarka qilib berib yuboramiz. Endi ana kichkina bolalar keladi, ana maktab o'quvchilari keladi. Ana ularga beramiz. Ana ortiqchasi bo'lsa. Endi ular pul topa olmaydi, ular yosh bolalar. Bu yerda men bu yerda Instagramga ana bilatni rasmlarni qo'yib qo'ygan qichchu mashinalarda ketyapti, ana yo'qsa ana qaysi dachalarga borib qimmat ovqatlarni o'zini maqtangan bilatni qilib ko'rsatadi. Men bu yerda oka kaptar bering, padarka qiling, oldin salomni o'rganinglar, baraga topkunlar, muomalani chiroyli qilinglar. Salom berish yo'q, ichida bor bir ikkita salom berayotgani ham bor. Salom ham yo'q-da, kaptar qachon padarka qilasiz? Jahl qilib bir xillar mana shunaqa ana. Endi mayli, endi u ana qattiq gapirguzi kelmaydi. Qattiq gapirsa yomon ko'rinib, yana bu kim dilini ortib qo'ymaydi deymiz-da. Baraga topkunlar bizni mana shu ertalab turib tegini tozalash bormi? Bularning dori darmoni bor. O'ziga yarasha buni mashaqqati bor. Bu oson emas. Bu ana bundan olib kelib qo'ysa ko'payib ketadigan narsa emas. Bularni har bittasiga o'qit qilamiz, qaraymiz bularni. Kutib o'tiramiz o'zi ham ana qaysingadir qaysini parlaymiz-da, bolasi qanaqa chiqarganini biz ham qiziqib ishqoqchiligiga boqamiz-da. Buni padarka berish uchun boqmaymiz biz. To'g'ri, ana o'ziga yaqin insonlar bor, ana oldi berdi qilamiz bir xillar bilan, ana o'shalarga beramiz. O'zidan o'zi hammaga olsanga deb padarka qilib olmaymiz-da. Bizani ham noto'g'ri tushunmaylar aka-ukalar. Shunchalik bizani tomosha qilib, mana shu kaptarlarni ko'rib, like bosasizlar, podpiska bizga obuna bosasiz, shuni o'ziga kattakon rahmat hammanglarga. Prosta hadir padarkaga so'rayvermaydi u narsani. Keyin mana hazil qilib yozib yuboraman-da. Ana kaptar berasizmi desa, menimcha doldirib berasanmi deb yozib qo'yaman. Tega prikol qilibdi. Menimcha uni ko'pchilik ham bilsa kerak. O'shanga bizlarni noto'g'ri tushunmaylik. Bizda ortiqcha kaptarlar yo'q. Ortiqchasi bo'lsa, ana yangi ana YouTube'ga qo'yamiz, mana hozir 2 yilga qarab ketyaptim. 1 yildan oshib 2 yilga qarab ketyapti. Ana YouTube olsanglar bo'ladigan o'yinlarni qilamiz. O'ziga yoqqan ortiqchalari bo'lsa, ana o'shalarni qo'yamiz. O'shanga bizlarni ham to'g'ri tushuninglar. Biz ham unaqa har kuni ham bu yerdan pochka kaptarlar chiqayotgani yo'q. Nasibaga yarasha chiqyapti. Endi ularni o'zi ishqibozmiz. Qaysidir ortiqchasi bo'lsa sotamiz. Biz ham mashina ichida ishqiboz bo'lib yurimiz-da. Bitta odamchi bir xillardachi kuniga yozaveradi. Padarka qiling, padarka, padarka qiling, padarka. Endi o'shanga shunchalik so'rayotganinglarga ham rahmat. Endi unaqa padarka hadir so'rayvermanglar, baraga topkunlar. Biz ham ishqibozmiz. Xuddi sizlardan lichkalarga yozib turib $500 bering, yo'qsa $300 bering desam qanaqa bo'ladi? Xuddi o'shanga o'xshagan narsa-da. O'shanga noto'g'ri tushunmaysizlar. Hammanglar boringlarga shukr, charchamanglar, omadinglarni bersin hammanglar.